4-chi qism. Uyga qaytib chiqqandan keyin qo'limga qaytadan kitobni oldim. Darslarimni takror qilishni kuchaytirdim. Bilmagan joylarimni Parizoddan so'raydim. Umu bildiganlarini oyimay deb berib, yaqindan yordam qilib turardi. Bir kuni qayta o'qish o'yimning borligini uyimdagilarga aytmoqchi bo'ldim. Kechki tomoq yeyilayotganda uydagilarga eg'iz ochdim. Dada, apa, aka, hozir xel saqib qoldim. 9-dan boshlab qayta o'qiymikin deyman. O'qish furstimdan bundaqla voz kessam bo'lmaydi. Sizlarmi yashnab qoldinglar? Ham meni deb bishg'irim issiqda kuyib, qahrdan sovuqda to'nab, jafoliq dehqonchilik qilyapsizlar. Men yaxshiroq o'qib, sizlarga vafodorligimni yetkazib, mendan kutgan umidinglarni oqlamasam bo'lmaydi. Yaraysa o'g'lim. O'qishdan to'xtama. Biz sendek vaqtida o'qiylik deb o'qiyamaydik. Bizga o'qish fursatim yo'q edi. Shunga sen o'qish fursatini qadrlab, bizning umidimizni oqlagan. Dadam shundoq degenicha gapimni quvvatladi. Opam akamni to'g'ri aytganligimdan xush bo'lmoqda edi. Shundoq qilib 9-dan o'tirlarda qayta o'qig'ili keldim. Qayta o'qish fursatiga muyassar bo'lganimdan qavatli xush edim. Bir tarafdan maktabdan iborat bu bilim bo'liqining zamzamlarini qong'ich ichib, atamni yurta olsam, yana bir tarafdan Parizodni kunda uchirtib tura olaydim. Parizod bilan bir sinfda o'qimagan bo'lsam-mu, sinflarimiz ro'biro edi. Ishik ochiq chog'larda bir-birimizni ko'rib tura olaydik. Qayta o'qig'ili kelganligimni uningga allaqachon deb bo'lgan edim. Umu xush bo'lgan edi. O'qish boshlandi. Tunji soatlik darsdan tushibla koridorga chiqdim. Uni ishorat qildim. Umu xush tabassum bilan oldimga chiqdi. Oxiri sizni kuni ko'rib tura oladigan bo'ldim-a? Miskin qalbim malam topdi oxiri. Dedim men sho'xlik qilib. Nimalar deydigansiz? Qalaymiqa o'ylamang-a? Avval o'qishimizni o'qiylik. Ha, ma'qul. Birlikda tirishib o'qiylamsa. Kunlar shu tariqada o'tmoqda edi. Parizodni har kuni ko'rib tura olaydim. Orom kunlari birlikda muzokara qilatdik. Parizodga necha qitim ko'nglimdagi gapni deydi deb o'ylasam-mu, uning avval o'qishimizni o'qiylik degan gapini o'ylab to'xtab qolatdim. Demasam, har ikkilimizning o'zimizga tushliq orzu-armonlarimiz bor edi. Umu boshda aytgandek, ko'ngildagi maktabga o'tib, opasini tezroq chaqliq o'rindiqdan qutuldirishni o'ylaydi. Men ota-onamga bergan va'dam bo'yicha tezroq xizmatga chiqib, ularni ozroq bo'lsa-mu jafodan qutuldirishni o'ylaydim. Uni kundan kunga yaxshi ko'rib kelayotgan bo'lsam-mu, bu hissiyotimni oliy maktab imtihoni berib bo'lgandan keyin ifodalashni muvofiq ko'rdim. O'zimni o'ylab, uning o'rganish natijasiga ta'sir yetkazib qo'yishni xohlamaydim. Qayta o'qishdan iborat bu bir yil vaqtni Parizod bilan birlikda tirishib o'rganib, xushallik ichida o'tkazdim. Oliy maktab imtihoni berib bo'lganimizga bir haftadan oshdi. Har ikkimizning natijasimi xeyli yaxshi chiqqan edi. Orzunimi birlikda o'xshash qilib to'ldirdik. Har ikkimiz oliy maktabning xush xabarini, ya'ni chaqiriq qog'ozni kutmoqda edik. Bir kuni tuyuqsiz Parizoddan telefon keldi. Yaxshi turdingizmi, Anqar? Yaxshi Parizod, o'zingiz-chi? Yaxshi. Sizga bir xush xabar deymi? Voy, nima xush xabar u? Taqozo qilmay, tezroq dangamsa. Menga Maliya iqtisod universitetidan chaqiriq keldi. Vah, ajab yaxshi. Muborak bo'lsin Parizod. Rahmat sizga. Sizga-chi xabar bormi? Yo'q, texi, men xabar yo'q. Ko'nglingizni yerim qilmang, Anqar. Natijangiz xeyli yaxshi chiqaydi-ku. Amdilatin xabar bo'lib qolishi mumkin. Ansirab ketmang. Ma'qul Parizod. Xabar kelsa sizga uqtirman. Necha kun o'tmayla kent boshlig'i uyimizga chaqiriq qog'ozni ko'tarib kirdi. Yaraysa afkam. Sana Şinjan universitetining til adabiyot kasbidan chaqiriq kelibdi. Bu xabar uyimizni shodlik cho'mdirdi. Dadam, opam, akamlar ishlamaganda qilib chaqiriq qog'ozni qo'ldan qo'lga elib, qayta ko'rmoqda edi. Menmo bu xush xabarni tezli Parizodga yetkazdim. Gerçi oliy maktabni Parizod bilan bir maktabda o'qiyamsammi, Urumchidan iborat bu shaharda o'qishga noil bo'lgan edim.
allaqachon oliy maktabda o'qiyotgan do'stlarimdan oliy maktab tuzimining uncha qattiq emasligini, oliy maktabning erkin, ozoda muhit ekanligini anglab bo'lgan edim. Mayli emasmi? Bir maktabda o'qiyamsaqmi, bir shaharda bo'lgandan keyin hafta oralig'ida ko'rishib tursak bo'ldi emasmi?